Assalomu alaykum bizlarni kuzatib boruvchi obunachilar. Tayyorlayotgan Damas avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bu Damas avtomobilni bitta ko'ringlar. Ko'rib baho berasizlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu Damas avtomobiliga Vers 204 barra ustanovka qilib berganmiz. Zazorlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Как заводской bo'lgan. Bu barra xususiyatlarini bitta aytib o'tib ketaman. Oyna ko'taradiganlarni shu yerga joylaganmiz. Bu yoqda prikuritel bor. Nima qilamiz? Ko'rinishi как avtomat korobkadek bo'lgan, lekin bu mexanik korobka. Mana bu knopkasiga, bu yoqqa bitta olib keling. Mana bu knopkasiga stroboskop ulab berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu yog'iga ochasizlarda ikkita Red Bullni takoy qo'yib qo'yib, skromni ketaverasizlar. Bu yoq qismiga bir 10 ta pochkani taxlasa bo'ladi, bemalol ketadi 10 ta pochka. Nima deysizlar? Bar ancha qulay. Bu barni yana bitta qulaylik tarafi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, pechkani yoqib qo'ysanglar, orqa tarafdan ham havo chiqadi. Mana shunaqa melki joylarigacha ahamiyat berganmiz. Barra turishini ko'rib o'zingiz bitta baho beringlar. Damas chokalar bo'lsa, murojaat qilaverasizlar, chiroyli qilib korobkalarni qilib beramiz. Bu videoni Damas chokalarga jo'natib qo'yinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Ideal Tuning hamda Niyozbosh Tuningga murojaat qilaverasizlar. Mashinani sifatli qilib inshaalloh bitirib beramiz.